bir yastığı bo'lishi. Bular komplekt bo'ladi. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, xohlasalar podarkasini, xohlasalar bir bo'lish yoki ko'rpa yo bir odamlik prostina podalik, ikki odamlik shunday podarkaga ketadi. Bu yastığı 5 ketdi. Mashinam bundan bir daling, men o'shan. Hop, Mashinani shundan bir dalaman. Kimisi mana ikkimiz o'tiramiz mashinada. Mashinada qo'yamiz buni. Yuring aka. Ko'rpachalarni ko'rsatganim buni maqtadingiz. Tamommi ishini. Ey, menga qarang. To'g'ri. Qo'shadi ekan bu menga qarang. Yo'q, bu. Hop, bu yerda turlar nereden ko'p bu yerda? Xiyri hali. Xiyri. Bu hozir mana bu. Qani yana nerda bor ya? Akşam уже bir to'lib turgan ekan. Ha, o'zi oqshom ochildi deysiz-ku? Bir gün içinde soda zo'r bo'lgan. Ya da uylangan vaqtda uchindinda qalangda yotgandim. Hov, ishini olamanmi? Shu turishim bilan beraman ekanlar? Kelishsangiz hammasini berarlar. Nolga qo'shib beradilar. Ha, verlarini hammasini batafsil. Endi uni Kursantbekdan bilamiz endi. Qani ne ko'p berdi? 101. Ha, Bir nalamazdan biri, o'ma qara. Ajoyib ekan bu. Yastıkka qo'yib, boshini qo'yib yotsangiz ichiga ekan u. Toza uylanganlar deb bolasini bunday ko'paytirib yotsangiz jora. O'zi shu toza uylanjak bolalar uchun bu. Ha? Mesela buna jora hamma jalaman men, hamma jalaman. Hammasini olsangiz dastakkalar ham bor emish. Yo'q, ha? Necha narsa dastakka qilib beradi ekanlar. Uni endi shu do'konchidan bilamizmi, Xursandbekdan bilamiz. Qancha ketdik? Ketdik yana. Ikkini olib beralasizmi? İkisi, mashinada ikkisi, yana ikkisini uyingizga xudo qalasa. Bo'ldi. Siz menga ikkini olib bering, qolganini men o'zim olaman. Bo'ldi, tamom. Ketdik jora. İşiniz bitdi-ku, do'stlar. Ketdik. Assalomu alaykum. Mana bu xo'balarimiz yana ichine 6 kilo salingan 330 ming so'mdan. Bular ham shunday, bam shunday. Faqat maramimiz 550 ming so'm. Arkasına kadip qo'yilgan, ayni. Hem üstünden tikilgan. Bular ham 330. Yana bular 260 ming so'mdan ayni. Hamilollar. Har xil raketkalari bor. Hozir tayyor bo'lganlar faqat shular. Yana keladi, yana bo'sh turgan joylar sotildi bu yerlar. Akşam açıkladik, bunu alıp gittiler. Yan tarafımızdan şunlayla. Arzon körpeçe gerek olsa yine 120 ming so'mdan. Yoz körpeçe yipkadan. Yine. Danasi bu. Yine bula 190 ming so'mdan. Ucunası 220. İçine astoran var. Bunun hem her türlü setkeler var. Hazırca fakat gök kaldı. Kızılık, yana içki bora serisi var. Başka güller hem bu. Tam seri satılıp gitti. Hazır sarısı bile gök kaldı yine hazırca. Bular ham 330 ming so'mdan har birisi. İçine 6 kilo salingan. Görürsünüz. Bo'lishlarimiz ham boyina. Busi bir yastığı bo'lishi. Bular komplekt bo'ladi. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, xohlasalar podarkasini, xohlasalar bir bo'lish yoki